Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, vatandoshlar, yurtdoshlar, qadrli dehqonlar. Hozirgi mana kuz faslida havo salqinlashgan sari agrotimizda shilliqurtlar ko'p bo'ladi. Shilliqurtlar ko'p mevalarga ko'p zarar keltiradigan maxluq. Uni yo'q qilish uchun oldin ham bir roliklar chiqarganman. Hozir yana bir shu to'g'risida qisqagina gapirib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda shu agrotingiz chetlariga, teplitsani har joylariga qovunni po'chog'imi, tarvuz po'chog'imi, oshqovoqni po'chog'imi shulardan har joyiga qo'yib, unga temir kuparoz, железный kuparozdan sepib qo'ying. Natijasini o'zingiz ko'rasiz. Shilliqurtlar nima bo'lishiga, nima bo'lganini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Hozircha qisqacha bermoqchi bo'lgan maslahatim shundan iborat. Yana efirda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.